Salom, ko'ksimizdir o'ng qo'lim. Hammaga assalom. Men Odiljon, yana sizlar bilan uzoq pauzadan keyin yana videolar olishni boshlayapman. Sekin yana videolar qo'yib boraman. Orada juda katta pauza bo'lib qoldi. Bu uzr bu uchun. Bugun bizning videomizda MVDni obzorni qilamiz. Men MVDga ishga kirganman. Discorddan zaifga tashlab mayor 7-rangga ishga kirganman. O'shani obzorini qilamiz. Sizlarga maslahatim, sizlar ham Discorddan kiringlar. O'yindan kirganinglarni foydasi sal kamroq, chunki asabiylik ketgani qoladi, vaqtinglar ketgani qoladi. Buni o'yindan kiraman desanglar, bir narsalar yozishinglar kerak, psix testidan o'tishinglar kerak. Bu sal asabga oladi. Tinchgina Discorddan zaifga tashlaganinglar yaxshi. Discorddan qanaqa zaifga tashlaymiz desanglar, buni men alohida yana video qilib chiqaraman. Sizlarga shunisi qulay bo'ladi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Xo'p, formulaga keladigan bo'lsak, formula 5-oy. Yo'q, 5 emas. 6-7 rangda xuddi shunaqa bo'ladi. 6-7 dan pasti boshqacha bo'ladi. 6-7 dan balandi boshqacha bo'ladi. Sal seriozniroq bo'ladi. Xo'p, mana bu to'g'rida majlis bo'ladi. Mana bu оружие sklad o'zi yig'ib aniq qiladi. Mana bu sizlar odamlarni bemalol aybiga qarab uchirib yuborasizlar. Hop, mana bu boshlash zona. Boshlaysizlar, undan keyin qo'yib olasizlar. Keyin 10 ta mashina bor. 2 ta Gelik, 3 ta Merz, 2 ta Lada, 2 ta Kamazmi shunaqa mashina bor. Qiziq o'yin. Bu ish juda qiziq. Sizlar yaxshi ishlasanglar, juda qiziq o'yin. Men sizlarga bu ishga kirib olishinglarni tavsiya qilaman. Men bu o'ziga nima deydi, stoyish o'yinda, qanaqa arziydi. Shuncha vaqtinglarni ketkazganinglarga arziydi. Telegram kanaliga o'tinglar, hamma PRP, hamma mana shu o'yin bo'yicha kiradigan hamma narsalar men Telegram kanalimda o'tinglar. Discordda zaifga tashlashni ham hali o'rgataman. Siz bitta aktiv kurs olsanglar, yana yangi videolar chiqaradi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha aktiv qolamiz lekin. Telegram kanaliga albatta o'tinglar.